Uylantirib qo'y deb shart aytib qo'ymaysizmi undan ko'ra? Sharmanda qildingiz. Abdulla. Labbay. Assalomu alaykum, dadam, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Charchamay yuribsizmi? Yomonmisiz? Qani Abdulla? Ko'chaga chiqib ketuvdi-ya. Lekin hozir kelib qoladi. Tinchlikmi, nimaga? Yo'q, o'zida ishim bor edi. Unga shu uyga kirib turaylik. Yo'q, rahmat kattakon. Ko'chada bo'laman. Quvonch, nima qilyapsan? Abdulla, nimaga telefoningni olmaysan? Telefonim bezukda qolib ketibdi. Hozir bir narsani ko'rib g'alati bo'ldim. Dadang kirlar o'zlari yuvadilarmi? Qo'ygin shunaqa gaplaringni. Boshqa temada gaplashaylik. Dadangni uylantirib qo'ysang bo'lardi, o'rtoq. Quvonch, sendan bitta iltimos. Meni shaxsiy ishlarimga umuman aralashmagin. Xo'p, Dinimizda bitta gap bor. Onangiz o'lsa, tezda dadangizni uylantirib qo'ying deyishgan. Ayol kishi-ku o'zini eplab ketadi, lekin erkak kishiga qiyin. darrov o'zingdan domla yasab olmagin, xommi? Ishxonada ko'rishamiz. Dada? Yana spektakl qo'yyapsizmi? Maqsadingiz meni sharmanda qilishmi? Mana shu kir o'lgurni bir chetga qo'yib qo'ysangiz, keliningiz yuvib beradi-yu. 2 kun bo'ldi qo'yib qo'yganimga. Menimcha kelinni vaqti bo'lmayapti shekilli. Bahona ham tayyor turadi sizda. Uylantirib qo'y deb shart aytib qo'ymaysizmi undan ko'ra? Balki bironta yoshrog'ini topgandirsiz, ha? Aytolmayotgandirsiz. Men uylanaman deb o'lib turganim yo'q. Uylantiraman desang ham baribir yo'q deyman. Hech qaysi ayol onangni o'rnini bosa olmaydi. Rosa ishondim gapingizga. Zo'r, nomusga o'ldirdingiz odamni. Sharmanda qildingiz. Shartmi odam kelganda mana bunaqa kirlarni yopib turish. Endi ovqatdan qiling, fartuklarni taqib olib. Izvordingiz. Anchadan beri sizga bir gap aytmoqchi bo'lib yuruvdim. Xo'sh, nima gap ekan? Shu otam to'g'risida. Siz yaqin do'stingiz. Dadangga nima qildi? Mazasi yaxshimi? Mazasi udar. Xo'sh, Faqat shu qaraganda mijg'o bir asabga tegadigan odam bo'lib qolganlar-da. G'alati bo'lib qolganlar. Shu o'zidan o'zi bir kir yuvib ketadimi, ovqat qilib ketadimi? Menimcha dadamni uylangisi kelyapti. O'zingiz sekin tushuntirib qo'ying. Qaraganda bizni nomusga qoldirib yurmasin. Yavochi ravozingni. Seni sharmanda qildimi otang? Seni katta yigit desam, go'dak ekansan-u. O'zi meni senga aytadigan gapim bor. Dadangni uylantirib qo'y demoqchi edim. Qiziqmisiz? Jim bo'l tirrancha. Menga qara, onang o'lganida sen go'dak eding. Bolam o'gay onani qo'lda qolib ketmasin deb uylanmadi. Seni voyaga yetkazib, uyli joylik qilganda endi mijg'ov bo'lib qoldimi? O'zingni xotining 2 kun onasinikiga ketsa, yugurib borib olib kelasan-ku, to'g'rimi? Erkak kishiga xotin kerak ekanmi? Qarab otang. Bir o'zi yolg'iz. Nima dardda yurganini bilasanmi? Yuragida nima bor? Miyasida nima bor? O'g'il bo'lib so'radingmi? Sen Allohdan so'ragin. Ish qilib xotining sendan oldin o'lib qolmasin. Bu qaytar dunyo. Tirrancha.